Bunda MRT yosh qizaloq kelganlar bir mirg'ak rivojlanishlari sustroq, lekin bu qizni onalari juda ham katta xopsirash bilan, qo'rquv bilan bir necha marotaba yagona qizimni MRTlar qildik, lekin bachadon yo'q deyishdi. Mana qizalog'imiz kichkina bo'lganlari uchun bu yerda opisaniyada juda ham kichkina va rivojlanmagan organlar berilgan. MRTda agarda sizda xuddi shunaqa tashxis chiqqan bo'lsa, oilangizga shunaqa qo'rquvlar kirgan bo'lsa, g'ulg'ulalar boshlangan bo'lsa, kechasi bedor uxlayotgan bo'lsangiz, bilingki sizni farzandingizda agarda bachadon juda ham kichkina bo'lsa, rudimentar bo'lsa, lekin tuxumdonlar aniqlangan bo'lsa, 10 tuxumi o'zgarishsiz yaxshi, chap tuxum ham mavjud, mayda kichkina rivojlanmagan follikulchalari bor. Demak, 12 yashar qizda homilaga sabab bo'luvchi hujayrachalar o'sishi boshlabdi. Bu oilani men tabriklashim kerak, chunki bachadon kichik bo'lsa ham tuxumdonlari bor va bu qizaloq farzandli bo'ladilar. Uni yo'li bor, oyijonga hozir tushuntiramiz.